Hammaga assalomu alaykum. Mana kechki savdomizda xudo xolasa qo'shliqdagi ilk xonali uyimiz sotildi, baraka bo'ldi. Mana yaxshi odamlardan yaxshi odamlarga o'tdi. Bir xayrli ekan. Zo'r bo'ldi. Izi doim bo'lsin. Hamid aka o'ng bo'lsin joylar. Rahmat. Shunday joylarni ko'pini yetirsin. Rahmat. Hamma yetirsin. Baholar ko'nglingizdek bo'lib o'zingiz kelishdingizmi? Avval o'zlarimiz kelishdik. Uyning egasi bilan o'zlarimiz kelishdik. Bu yerda o'rtamizda hech kim bo'lgani yo'q. Bizlar endi makler bo'lganimiz bilan men ixtiyordan reklamasidan ko'rib, shu joyda kelib, ko'nglimga yoqdi. Uyning egasi bilan kelishdik. Bu yerda hech qanday savdoga aralashgani yo'q. O'rtada bir pul mahallasasi bo'lgan yo'q. Yo'q, makler ham, ixtiyor ham hech qanday aralashgani yo'q. Biroq pul masalasiga aralashgani yo'q. Kelib uyni ko'rsatib, shu reklama yog'idan ko'rsatishga niyatga var. Kelganda klient bilan gaplashdingiz. Ana azizlar, ana shunday. Bizlar reklamani qo'yamiz, o'zimizning nomerni qo'ygan bilan uyda ekib ko'rsatamiz. Aynag'anda oluvchi bilan sotuvchi o'rtada o'zlari qoladi, o'zlari savdo qiladi. Kelishsa oladi, kelishmasa qaytib ketadi. Ana shunday uylarimizda mana bir keldi, ko'rdi, shunday shapatni urdi ketdi, baraka bo'ldi. Ana shunday bir xayrlilar tez sotilib ketadi. Hammaning shunday uylar tez sotilib, tez baraka bo'lishi nasib qilsin azizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat.